Ustoz Medical Academy'ning ijobiy taraflari nimada? Xo'p, birinchi navbatda albattaki ustozlarda deb bilaman. Ya'ni Medical Academy'da 3 ta ustoz faoliyat olib boradi. Ziyodulla Turdiyev, Nilufar Boymurodova va Muslimbek Boymurodov shaxsan o'zim darslarni olib boramiz. Bu albattaki har bitta o'quvchi uchun alohida vaqt ajratish imkoniyatini yaratadi. Ikkinchisi, darslarimizni har doim harakat qilamiz interaktiv o'quvchilar bilan, ya'ni savol-javob tarzida va ularga tushunarli hayotiy tushunchalar bilan tushuntirib berishga va har doim laboratoriya ishlari, ya'ni operatsiyalar va shu jumladan kimyoviy reaksiyalarni ham laboratoriya mashg'ulotlarida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Va uchinchisi, har bitta olib borayotgan faoliyat ustozlar bu bilim darajasi o'zi sinalgan va amaliyotda va hayotda o'z o'rniga mana shu tibbiyot universitetlari davlat granti asosida kirib, o'quvchilarga o'sha havas qilinish imkoniyatiga ega bo'ladigan darajada yetib kelgan ustozlar tomonidan dars beradi.